Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumanida shunday chiroyli, go'zal holatdagi ishimizni yana bir yakunladik, xudo xolasa. Bu ob'yomimiz общий kvadrat 273 kvadrat bo'lgan ob'yomni ko'rib turibsizlar hozir. Mana o'rtalariga 2 metrlik kosmosdan qo'yildi. Chekalariga nejabeka gullardan qo'yildi. Hop, chekadagi rombilar ko'rib turganingiz bu anaqa svetilnik chekadagilar shunaqa go'zal holatda qilib keltirildi inshaalloh. Qo'ldan kelgancha. Hop, bu o'rtaloq ko'cha shapkamiz uzunligi 38 metr bo'lgan uzunlikdagi xonadonimiz. Xudo xolasa mana uzunligi. Hop, hozirgi kunda mana shu yumaloq turbalarimiz metrini 45 ming so'mdan metrini o'rnatib beryapmiz yumalog'ini. 4 burchagini 40 ming so'mdan. Hop, ko'rib turganingizdek, o lampalarni ham o'rnatib berganmiz. Har bitta lampaga xizmat qilib, xudo xolasa. Ichkari shapkamiz 150 lik shapka. Pianino holatda bo'ldi ham. Xudo xolasa, burchalarga ham çok holatda kelgan. İdeal holatda inşallah. Yana bir bordonimizni olamiz. Hop, kvadratini 135 ming so'mdan hamma rasxot ichida qilyapmiz hozirgi kunda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerimizni описаниеda qo'yganmiz. O'zimizdan aytib qo'yaveramiz. 93 067 11 33 raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp 24/7 aloqada. Juda go'zal, inshaalloh, go'zal.